Bu videoni oxirigacha ko'ring va hali sizga hech kim aytmagan svarka haqidagi muhim faktni bilib oling. Elektrosvarkani hamma biladi. Elektrosvarkada o'zini qoplamasi bor. Bu qoplama gaz vazifasini bajaradi. Buni vazifasi temirni eritish emas. Buni vazifasi tashqi muhitdan, ya'ni kisloroddan svarka qilinayotgan detalni himoya qilish. Argonda ham xuddi shunaqa. Faqat argonda gaz himoya qiladi. Gaz shlang orqali dastaning ichidan keladi. Elektrosvarkada esa ustidagi qoplama. Agar bu qoplama bo'lmasa, metalni o'zi svarka bo'lmaydi, yopishib qolaveradi. Argonning svarkada ham xuddi shunaqa. Gaz bo'lmasa, svarka qila olmaysiz. Mana bu suratdagi kabi svarka qilinayotgan detalni argon bo'lsa argon yo elektroddagi gaz himoya qilib turadi. Tashqi muhitdan kelayotgan kislorod, shamol, shunga o'xshash narsani okisleniyadan. Agar gaz bo'lmasa yoki elektrodimiz bo'lmasa, detalimiz yorilib ketadi yoki metalda har xil defektlar bo'lishi mumkin. Bu esa bizni argon haqidagi qisqacha darsligimiz edi. Obuna bo'lishingizdan chiqmasin, o'quv kurslarimizda kutib qolamiz.